Siz quyayotgan moy narxini bizani moyxonadagi narxlar bilan bitta solishtirib olamiz. Shell Ultra Germaniyaniki 1 litr 85 mingdan, Malayziyaniki 75 mingdan. Buni bochkaligi 77 ming so'mdan. 10 ga 40 ga 1 litri 70 ming so'mdan. Adinol 5 ga 30 1 litr 105 mingdan, 5 ga 40 ga 95 ming, 10 ga 40 ga 1 litri 85 mingdan. Germaniya mahsuloti. Bizda Motul, Alpin, Liquimoli, Fosfor va boshqa moylar ham bor. Qaysi biri kerak bo'lsa, direktdan yozing, narxini hisoblab beramiz. Castrol Edge 1 litri 95 ming so'mdan, Magnetic 5 ga 30 1 litri 85 ming so'mdan, Magnetic 5 ga 40 1 litr 90 ming so'mdan, Magnetic 10 ga 40 1 litri 70 ming so'mdan. Hyundai 5 ga 30, Zik 5 ga 30 1 litr 50 ming so'mdan, Kicks 5 ga 30 1 litr 45 ming so'mdan, Total 5 ga 30 1 litr 70 ming so'mdan. Bizda moy almashtirish xizmati bepul, undan tashqari avtomat, robot, mexanika, variator, любой korobkani moyini almashtirib beramiz. GM moshiligi deyarli hammasiga xizmati bepul. Toshkentda har xil joyda filialimiz bor. Qanaqa moy kerak bo'lsa, direktdan yozing, narxini arzon narxlarda qilib beramiz.